yaxshi. Mana ikkinchi marta o'zi mana приглашение hozir keldi. Mana shunga yana ketyapman. Mana Jalol aka anketaga to'ldirishga yordam berdi, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa chiqqan rasxodlari yo'q. Keyingi safar mana boramiz desalar, ko'ngil to'q qilib kelaveradi. Mana Jalol aka yordam beradi. 6 oy ichida qancha soliq qaytarib berdi yana sizga? 6 oy ichidami? So'mga hisoblayveray. So'mga to'g'ri. Bitta nalogimiz meniki endi o'rtacha ishlaganim 16 million bo'ldi. Har xil ishladi. Bolalar 20 million nalog ham qaytardi ularga. Meniki o'sha 16 million bo'ldi. Ha, misol hozir Muhsinbekka 1100 dollarmi, necha pul 1000 dollar qaytarib berdimi? Uniki birinchisi ular ikkita unga tushgan. Uniki yashi 20 milliondan oshdi ham menimcha. 20 milliondan oshdi. Ular qancha ko'p ishlagan odam bo'lsa, shuncha ko'p yana yaxshi qilsa, qancha ko'p ishlasa, shunga qarab pulni to'layveradi. O'zingiz mana aka borib keldingiz, Angliyada o'zingiz 6 oy o'sha yerda Angliya nonini yedingiz, 6 oy o'sha tirikchilik qildingiz, daromad qildingiz. O'zingiz qanaqa bir maslahat berasizmi? Haqiqatan ham qolgan mijozlarimizga tavsiya qilasizmi? Boringlar, tavsiya qilaman, boringlar. Yevropadan ancha yaxshi. Boringlar, lekin yaxshi ishlaylar bor. Angliyaga ketishdan oldin Rossiyada ishladingiz. Rossiyada ishlab yuradi, Rossiyaga umuman borgim kelmaydi. Ko'pchilik Angliyaga borib kelgan mijozlar shunaqa deydi-da, ertaroq borsak bo'lar ekan. Ancha kech qolibmiz, ertaroq borishimiz kerak edi. Shunaqa, at the moment, ayni paytda hozir Rossiyada bo'layotgan nimalarni endi siyosiy nimalarni endi hamma o'zi bilib turibdi, ko'rib turibdi, bu narsaga siyosatga aralashmaymiz. Xohlasa endi o'sha ko'pchilik Angliyaga borgan hamma mijozlarimiz mana minnatdor, Allohga shukr. Avvalo Alloh taolo rizqlarni o'sha yerga qo'shganiga o'ziga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Biz o'sha Angliyalarga borishlaringda, vizalarni olishlaringda bizni Alloh taolo sabab chiqib qo'yganiga men qalbim maza qilyapti. Ming kattakon rahmat. Xo'p, xudo xolasa aka kelgushlaringizni omad tilab qolamiz. Har doim o'sha eskidan o'sha birinchi o'sha ofisga kelganingizda ham, ixlos qilib kelganingizda ham samimiy, yaxshi inson edingiz. Hozir ham xuddi o'sha pul topib ancha daromad qilib keldingiz. O'zgarganingiz yo'q, mana deysiz o'sha. Har doim aka vodiyda qolasiz, o'zi shunaqa bo'ladi. Inshaalloh doim o'zgarmay, shunaqangi doim kamtarona boy bo'lib, zakotchi boylardan bo'lib yuring inshaalloh. Qolganlarga ham nasib qilsin, xudo xolasa inshaalloh. Ilohim kelgushlaringizni omad tilab qolamiz aka. Xudo xolasa shu vizalar to'lib ketaversin. Inshaalloh aka kelgushlaringizni omad, xudo xolasa. Easy visa best of the best. Kimga Angliya vizalari kerak bo'lsa aniqlab chiqib olasizlar. Noldan boshlab Visa Centergacha hammamizdan tayyorlab beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.